Bugungi videoda biz Entity Tour haqida gaplashamiz. Like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham bosishni unutmang. Topilgan yagona narsa Entity Tour faqatgina shu videoda namoyish etilgan. Boshqa videolar mod bilan qo'shilgan ekan. Demak, bu videoni aynan qayta ko'ringanini topolmadim. Shuning uchun iltimos tezda like bosib, obuna bo'lasizlar. Men topgan ma'lumotlar faqat shu edi. Demak, videoyimizni ma'lumot qisqa bo'lsa, albatta. Tugaydi. Hayır. Entity Tour Crash Gameplay. Bu iyi deme. Bu 303'kü. Başkasını koylar. Oy bu yan 303. Başka davay. Bularken maşın kısa. Maşın bunu koyamız davay. Hoş qayta to'xtagandim. Entity Tour Crash Gameplay. Bu faqat Bedrock versiyasida ko'rinish berar ekan va Bedrockning Pocket Edition, ya'ni Pocket Edition bu Minecraftning eng birinchi alfa versiyalaridan biri bo'lib, unga hozirda yangilanish kiritilgan. Baribir u versiyada hozir bu narsa ko'rinmaydi. U error kodlar yoki modlar bilan kiritishi mumkin. Do not spawn Entity Tour xullas ashi короче Bedrock Pocket Editionda ko'rinish bergan. Rasmiy emas, balki fanlar tomonidan yaratilgan. Panika va sir unsurlari bilan to'ldirilgan kontent. CurseForge'dagi mod Entity'ni haqiqiy kreaturaga aylantirib, o'ynash imkoniyatini beradi. Videolar orqali uni spawn qilish, uni chap qilish va crash qilish va dunyo buzish sahnalari to'liq ko'rsatilgan. Yakuniy xulosa: rasmiy emas, balki o'yin tomonidan yaratilgan Entity Tour ko'pincha qorong'u, spooky, horror sahnalarda ko'rinish beradi. Rasm orqali turli fan-made versiyasi va modified ko'rinishlarni ko'rishingiz mumkin. Mod misoli: Error Tour, Not Found, ya'ni Entity Tour CurseForge platformasidagi mavjud modda Entity Tour'ni o'ynash mumkin. Bloklarni error blokka aylantiradi. Pakellarni o'chirish xatti-harakatlari bor. Hatto o'yin crash bo'lishi ham mumkin. Original hikoya The Legend of David H. Villager. Entity Tour birinchi marta David H. Villager serialining videosida paydo bo'ladi. Ayniqsa 22-qismda. Reddit yoki Minecraft Creepypasta wiki sahifalarida Error Tour nomli boshqa Entity haqida hikoya bor. Serverda paydo bo'ladi, chunklarni qora qilib butunlay buzadi va o'yin crash qiladi. Bu holatlar Tour xatolik yoki Tour xato kodi atrofida topilmadi. Xullas, bugungi video yakun topdi. Like